Bismillahirrahmanirrahim. Ro'za hammaga erkaku ayol hammaga balogatga yetganlikni qarshi. Hamma shu balogatdan keyin ro'zani ado qilish farz bo'ladi. Uzrli bo'lsa, safarda bo'lsa, ham bo'ladi safarda. Uzrli bo'lsa, kasal bo'lsa, tuzatsa, beradi. Ismasa, ismadan qolib beradi. Necha kun bo'lsa, ro'zasi qolsa, o'shani beradi. Lekin qasddan ro'za tutmasa yoki qasddan ro'zasini ochib olsa, uni har bir kuniga 60 kun tutadi. Qasddan erkaklar ham ayollar ham qasddan ro'zani ochsa, bir kuniga 60 kun tutadi. Mana endi ayollarga alohida qoidasi bor demak. Yana 80 yoshdan oshgan erkak bo'lsa, ayol bo'lsa ham ro'za tutishga qodir bo'lmasa, nima bo'ladi? Shaytoniy bo'ladi, ular ro'zani yeyveradi. 80 yoshdan oshganlarga ba'zi 80dan oshgan bo'lsa, qodir bo'lmasa, kasalmi yo boshqa nima bo'lsa, bu ro'zasini yeyib, uni fidya beradi. Fidyasi qanaqa? O'zi bir kunda nima ancha ovqat yeydi, nimalar yeydi bir kunda. Ekan shu arpa, o'shani hisob